Kapuskaga o'ralgan go'sht go'rish qiymiliq go'sht qordaq qilishni o'rganinglar do'stlar. Ta'mining payizligida yegan odam yoqtirib qoldi. Mehmonlarning oldiga akilishim shunchalik mos keladi. Davomini yurak belgisini besitib saqlab olg'ash ko'ringlar. Aldı bilan kapuskani qaynayotgan qozonga silib 15 minut atrofida oldi-keyinni o'rib turib, yuparmoqlarini yumishtirib olamiz. Andan muvaffaq miqdordagi go'shtni piyoz bilan qo'shib ushshaq to'g'rab olamiz. Ustiga pakiz yuvib olgan go'shtni silib bir aralashtirib etgandan keyin tuz, qarmush, kabob tetqi silib tekshi aralashtiramiz. Andan kapuskaning yupurmog'ining qattiq tarafini kesitib, qiymini ichiga elib, filmda ko'rsatilgandek o'raymiz. Hemen o'rab bo'lgandan keyin jimbilda 10 minut kuchli o'tda qaynatib, go'shtni sal pishirib olamiz. Andan so'ng piyoz, samsa, xushbaraq mo'go, qizilmuch hamda ko'k piyozlarni to'g'rab olamiz. Andan qozonga moy qo'yib ushshaq to'g'ralgan so'ng piyoz, samsa, xushbaraq mo'goni silib, 1-2 qo'riqlab qordaq tetqisini solamiz. Ustiga suv qo'yib qaynagandan keyin kapuskaga o'ralgan qiymiliq go'sht qordaqlarni silib, susraq o'tda 15 minutdan 20 minutgacha atrofda qaynatib pishirib olamiz. Ko'rib mushay kapslar qo'shmaganlar qo'shinglar. Har kun sizlar uchun yangilik mazmunlarni tayyorlashga tirishyapmiz. Şunun bilan kapuskaga o'ralgan go'sht qordaqmi tayyor bo'ldi. Bugungi mazmunni yoqtirgan bo'lsanglar, inkasarang'ichi gullarni avatib qo'ygan bo'lsanglar, qulluğunuzga rahmat.